Agar siz O'zbekistonda maktab yoshidagi farzandning ota-onasi bo'lsangiz, PIMA haqida eshitgan bo'lishingiz aniq. PIMA bu Prezident ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarni rivojlantirish agentligi. Oddiy qilib aytganda, iqtidorli bolalar uchun eng kuchli davlat maktablarini boshqaradigan tizim. Unga Prezident maktablari, ijod maktablari, ixtisoslashtirilgan maktablar, sport maktablari va Yangi O'zbekiston universiteti kiradi. Bu maktablarda ta'lim bepul, qabul faqat imtihon orqali. Ko'pchiligi internat, asosiy urg'u STEM fanlariga qaratilgan. Eng mashhur maktab Toshkent Prezident maktabi. Manzil Durmon yo'li 31, qabul faqat 5-sinfga. Kvota yiliga atigi 24 nafar. Ta'lim o'zbek va ingliz tilida. Bu yerda Cambridge xalqaro dasturi asosida o'qitiladi. Matematika, fizika, kimyo va informatika ingliz tilida o'qitiladi. Qabul ikkinchi bosqichda. Birinchi bosqich matematika, ikkinchi bosqich matematika va ingliz tili. O'tgan yili o'tish balli 80% bo'lgan. Bitiruvchilar milliy attestat A-level xalqaro sertifikatini olishadi. Yana bir kuchli maktab Mirzo Ulug'bek nomidagi ixtisoslashtirilgan maktab. Bu maktab aniq fanlar, astronomiyaga qiziqadiganlar uchun. Qabul 7-9 sinflar uchun. Jami 40 nafar. Yo'nalishlar matematika, fizika va astronomiya. Maktabda laboratoriyalar va haqiqiy teleskoplar bor. Ta'lim esa IBDP xalqaro dasturi asosida olib boriladi. O'tgan yilgi o'tish ballari o'zbek sinfi 58.5 ball, rus sinfi esa 51.1 ball. Bitiruvchilar IBDP diplomini ham qo'lga kiritadi. Agar Ibn Sino, Al-Xorazmiy va Al-Biruniy maktablari haqida ham video chiqazishimizni istasangiz, kommentariylarda yozib qoldiring va obuna bo'ling.